Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ikki o't orasida qolib ketdim. Hamma amakimning hayoti buzilishida meni aybdor hisoblayapti. Axir menda nima ayb? Agar shunday bo'lishini bilganimda edi. Oilamiz katta. O'zimizdan tashqari bobo, buvim va kichkina amakim ham biz bilan birga turishadi. Shu amakimni uylantirish uchun qancha qizlarni ko'rmadik. Biri undoq, biri mundoq. Bobomga yoqqani momamga yoqmaydi. Momamga yoqqani amakimga. Hammaga yoqqani esa menga. Nega o'zimni qo'shayotganimga hayron bo'lmang. Zamonaviy oila bo'lganimiz uchun biz yoshlardan ham maslahat so'rab turishadi. Har holda o'zimiz tengi qizlarni ulardan ko'ra yaxshiroq bilamiz-da. Shunday qilib mahallamizdan uncha uzoq bo'lmagan bir xonadonning qizi ditlarga o'tirishdi shekilli. Uydagilar o'sha qizni kelin qilish haqida bot-bot gapira boshlashdi. Lekin negadir mening ko'nglim xijil edi. Chunki u qiz menga tengdosh edi. Qanday qilib o'zim tengi qizni kelinoyi deb chaqirishim mumkin? Uydagilarga rosa tushuntirishimga to'g'ri keldi. Qolaversa oralardagi yosh ham anchagina edi. Amakimning ham ko'ngliga ma'qul tushgan shekilli anchagacha oyoq turab turdi. Oxiri qo'shni mahalladagi bir duradgorning qiziga uylanishga rozilik berdi. U mendan bir necha yosh katta edi. To'y bo'lib o'tgach, hammasi o'z o'rniga tushib ketgandek bo'ldi. Lekin vaqt o'tgan sari yangi kelinning bizga bo'lgan munosabatlari o'zgara boshladi. Ro'zg'orimiz bitta edi. Balki shunisi unga ma'qul kelmagandir. Yana kim biladi deysiz. Amakim erta ketib kech keladi. Deyarli hech narsaga e'tibor bermaydi. Ammo dadam ularning teskarisi. Ro'zg'ordagi mayda kamchiliklardan tortib, katta masalalarni ham bobo va buvim bilan maslahatlashib bajaradi. Kelinoyim amakim yo'qligidan foydalanib, hech kimga aytmasdan uydan ketib qoladigan odat chiqardi. Na sababini aytadi, na odatini tark etadi. O'zi qaytib kelsa mayli edi. Har ketganda momom va dadam borib olib kelishadi. Kelinning aytishicha, amakim uni urarmish. Amakimning shu paytga qadar ayol kishiga qo'l ko'tarish u yoqda tursin, birovni bexosdan turganini ham ko'rmaganmiz. O'zlaridan so'rasak, bizga hayratlanib qarashdan nariga o'tmaydilar. Bu ish ularning qo'lidan kelmasligi aniq edi-da. Kelinoyim dadamni yomon ko'radi. Buni hatto yashirib ham o'tirmasdi. Qarindoshlarimizga hali qarab turing, qizi bor uning ham. Shu qizidan topsin degan gaplarni o'z quloqim bilan eshitganman. Onam ishda bo'lganliklari uchun ro'zg'or yumushlariga har doim o'zim yordam beraman. Ammo o'qishdan kech qaytgan kunlarim bir necha bor buvimni oshxonada qozon boshida uchratdim. Sababini so'rasam indamaydilar. O'sha paytlari kelinoyim telefonda dugonalari bilan gaplashayotgan bo'ladi. O'zi ovqat tayyorlagan kunlari esa qozon boshidan ovqat suzib yeb olib, hamma yig'ilganda mazam bo'lmayapti, ishtaham yo'q deganiga ham bir necha bor guvoh bo'ldim. Buni hech kimga ayta olmadim. Chunki ularning orasida kelishmovchilik kelib chiqqudek bo'lsa, bunga meni sababchi qilishlaridan qo'rqardim. Eng yomoni to'ylari bo'lganiga 3 yil bo'lyapti hamki, farzand ko'rishmayapti. Ko'rsatmagan joyimiz, qilmagan amalimiz qolmadi. Buvim amakimni juda yaxshi ko'radi. Shuncha gap so'zlar bo'lishiga qaramasdan, har kuni ovqatlanmasdan kelishini kutib o'tiradi. Kelinoyim bilan bo'layotgan mojarolardan ularning ham ko'ngillari xijil. Qarindoshlar ularni ajrataylik, boshqa ayol bilan taqdirini bog'lab ko'rsin desalar, amakim unamaydi. Unga bog'lanib qolgan. Tanishlarimiz orasidan kimdir tuppa-tuzuk pishib turgan osh edi. O'sha qo'shni mahalladagi qizni olib berganlaringda balki bu gaplar yo'qmidi? Yosh bolaning gapiga kirganlaringga hayronman dedi. Mana shu gapni eshitdim-u, tanamdan sovuq ter chiqib ketdi. Men shunday bo'lishini xohlaganmidim axir. Amakim ham o'sha qizni olib bermadilaringmi? Endi hayotimni buzishga harakat qilmanglar. Men ajrashmayman deb turib oldi. Boshqalarning gapiga e'tibor bermasdim-u, ammo ularning bu so'zlar jonimdan o'tib ketdi. Boshqalarning gapiga e'tibor bermasdim-u, ammo ularning bu so'zlari jonimdan o'tib ketdi.
Kimdir ularga ikkalang alohida yashab ko'ringlar, balki hammasi yaxshi bo'lib ketar deb maslahat beribdi. O'sha kuni o'qishdan qaytib kelsam, buvim ostonada turibdi. Amakim ro'zg'orni alohida qilib ijara uyga chiqib ketibdi. Kelinoyim baribir niyatiga yetibdi. Amakim ham qiynalib ketdi. Ishdan chiqib buvimning yoniga keladi. Chunki har kuni ularsiz ovqat suzmay o'tirishlarini biladi-da. Kechqurun allamahalda uyga ketadi. To borib yetgunga qadar uydagilar telefondan ko'z uzishmaydi. Buni ko'rgan ammalarim hammasini mana shu qildi, deb meni qo'llari bilan ko'rsatishyapti. Shu gap so'zlarning orqasidan onam va ammalarim orasiga ham sovuqchilik oraladi. Men esa nima qilishni, kimga qanday tushuntirishni bilmay hayronman.